Bugun biz bilan birga yuring. Kichkina baxtim bilan ishlarimni bitirib yuribman. Zakazlarim uchun, abadoglar uchun narsalar oladigan edim. Furnitura magaziniga yo'l oldik. Yo'lda Eshshahar bilan o'tib ketdim. Kuzatuvchilarim uchun mana shunday videolar oldim. Bu Eshshahardagi yo'lovchilar uchun o'tadigan ko'prik. Ovozimga e'tibor bermaysizlar. Gripp bo'lib endi tuzaldim. Furnitura magaziniga ham kelib oldim. Ziynat bezak degan magazin bu. Hamma narsa topsa bo'ladi bu yerdan. Ko'rib turganinglardek ish qurollari bor, hamma asnovalar bor. Juda ham go'zal, juda ham chiroyli. Ko'rib hamma narsa odamning yasagisi kelib ketadi. Bu go'zalliklarni sizlar ham ko'ringlar edi. Furnitura magazinidan chiqqach, Eshshahardagi Mitova magazinga kirdim. Bu yerda katta farzandim uchun bahorga kiyimlar ko'rdim, kichkina farzandim uchun. Xudo xohlasa shu yerdan olish niyatim bor. Ko'rib, hammasini, razmerlarini, o'lchovlarini ko'rib, ranglarini ko'rib ketdim, aylanib ketdim. Mana ko'rib turganinglardek. Kunlik videom yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib ketinglar, yurakchani qizartirib ketinglar. Bundan keyin Xudo xohlasa yana ko'p videolar chiqaraman.